Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'rib turganingizdek, mana shu kurka go'shtini qozonda pishiramiz. Birinchi o'rinda maydalab oldim. Hali yuvmagan. Mana shu sariq ustidagi nimalarni yuvib tashlaymiz. Ichidagi keraksiz narsalari, men yog'larini ham, terisini ham olib tashlasdim. Hozir yog'i chiqsin deb olmadim. Tozalab yuvib olamiz. Mana tozalab yuvib oldim. Endi uydagi bor ziravorlar bilan yaxshilab tuzlaymiz. Endi ozgina oddiy yog' solib, yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan so'ng mana qozon listlariga terib chiqamiz bir qator qilib. Va mana bu tog' archasi deydi. O'shandan shoxchalardan bitta ustiga qo'yamiz. Yuvib meni go'shtim yetmadi. Ikkinchi listga qolgan go'shtlarni solib, buni ham ustiga ozgina shu archa bargidan qo'ydim.
va qaynab turgan suvga taxminan 1 soat 20 minut, 1,5 soatlar turdi. Bu kichkina kurka go'shti ekan, tez pishdi. Tagidagi patnisda suyagi sal yirikroq ekan, almashtirib tepaga almashtirib oldim. Mana hali 1 soat bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek o'zi pishib qoldi. Tagidagi suv qurib qolmadimi deb qarasam, yog'ligina ekan. Ichiga bitta kartoshka bilan piyoz to'g'rab soldim. Va ichidagi bulyoni juda ham shirin bo'ldi. Go'shtdan ham shirini, suvi desam ham bo'ladi. Bunga bitta lapsha, 4 ta lapsha solib pishirsa juda ham shirin bo'ladi. Mana azizlar, yoqimli ishtaha. Mana shunday shirin, yumshoq bo'lib pishgan ekan.